Ardoqli yozuvchi va ko'rarmanlar. Masonlik tariqati bu o'zlari hech qayerda ko'rinish bermaydigan, hech qayerda hatto ismlari ham aytilmaydigan, hatto masonlarning o'zi ham yashash joyigacha bilmaydigan Yahudiy raham deydi, So'in deydi, e, jritsi deydi ruschada. Bular nimalar? Yarim folbin ya yarim pirlar. Mana shular tuzgan, ana shularning ideologiyasi asosida tuzilgan harakat. Siyosiy harakat bu. Bu harakatda e, ular o'zlarini ham mason deydi, ko'rinmaslari, ko'rinadiganlarni ham mason deydi. Nima uchun ko'rinadiganlarga olib chiqqan bular? Ko'rinadiganlar millati Yahudiy emas. Yahudiylarni o'zlarining soni oz bo'lgani uchun, bu butun dunyoda hammani qo'lga olish uchun Yahudiy soni oz, bizni personal yetmaydi, milliy kadrlar yetmaydi deb nima qilganlar? Qo'ylardan, ya'ni go'ylardan olamiz deb mana bu ochiq lojali masonlikni tuzganlar. Bunga hamma kirgan. O'ris, german, ingliz, o'zbek hamma bor. Turk hamma bor. Ideologiyani xalqamlardan keladi, ko'rinmaydi, o'shani qiladilar. Topshiriqlar tamoman shu yerdan keladi. Endi mana men aytdim, bola yeydi bular, shaytonga sig'inadi deymiz, Bafomет deb echkini rasmida. Bu ideologiya masonlikka, u xaxamlarga qayerdan keldi? Xaxamlarga bu ideologiya yahudiylikdagi bir tariqat bor, kabbalizm deydi. O'tgan safar aytdim. Kabbalizmdan kelgan. Kabbalizmning so'nggi, ya'ni o'rta asrlarga u o'zi bizni milod sanog'idan, yil sanog'idan oldin, ya'ni eramiz deydi. Eramizdan oldin paydo bo'lgan bu kabbalizm. Uning shu keyingi bosqichdagi e, ikkinchi asrdan boshlab to 12 asrgacha kabbalizmning ichida boshqa yo'nalishlar kelib chiqadi. Ana shu yo'nalishlarda aql ma'budi, Abu Fihamat, Fahm, Fihamat degan Fahm degan, Fahm otasi degan o'sha echkini shaklidagi shaytonga sig'inish urf bo'lgan. Bu tariqatni kelib chiqishiga yahudiylikni dinini qabul qilgan falastinlik bir arab, Akiba bin Yusuf degan keyinchalik u xohom ravvin bo'lgan. O'shani midrash degani Tanah, bular eski ahdni, Vetxiy Zavetni yevreylar o'zlari Tanah deydi. T, N, H harfidan olingan. T degani Tavrot degani, N degani Nabiyim degani, nabiylar degani, K degani Kituvim, kitoblari degani. Tanakh bo'ladi, Tanakh bu yozdi. Eski ahdni bular Tanakh deydi. Ana shu Tanakhga bu sharh yozadi, tafsirchi bo'lgan. Tavrot, eski ahd hammasiga tafsir yozadi. Shu tafsirini ichida bu butun e'tiborini raqamlarga qaratadi. Raqamlar bo'yicha fol ochish bo'yicha mushrik arab bo'ladi u. U bir yahudiy boyning qiziga uylanib, otasi oq qiladi u qizni. Sen mushrikka erga tegding, yahudiy bo'lib turibdi. U eri bilan chiqib ketadida, keyin erini yahudiylik diniga kirishga o'rgatadi. U yahudiyning qizi bilan bu yigit qanday tanishadi? Akiba bin Yusuf. Akiba bin Yusuf o'sha sevgilisining otasini qo'lida xizmatkor bo'lib ishlaydi. Boy bo'ladi u yahudiy. Protsenchik bo'ladi. Pul yuboradi, keyin o'qishni yozishni bilmaydi. U faqat nimani, ibroniychani, u faqat folni yaxshi biladigan bo'ladi. Mushrik arabda. Xotinining talabi bilan avval o'qish yozishni o'rganadi, ibroniycha, keyin ibroniycha dinni ham qabul qiladi, ya'ni yahudiy dinini. Keyin bu o'qishga ketadi.
24 yil umrini, chorak asr umrini ta'lim olishga, bu Quddusga ketib o'qib keladi. Bu imom bo'lib qaytib keladi, shayx bo'lib qaytib keladi. Keyin qaynotasi qizini ham kechiradi-da, meros huquqidan mahrum qiladi qizini, kuyovini ham qabul qiladi. Yahudiylikka kirding, endi sizlarga bo'ladi. Mana shu odamni yozgan tafsirlarida, Tavrotga, Tanohga yozgan tafsirlarida asosiy e'tibor narigi dunyoda, hayotda o'zi yashash nima? Maqsad, ya'ni смысл жизни. Ana shunga qaratiladi-da, bu boshida aql bilan ish qilish kerak. O'zi aql xudosi bor. Bu Abu Fihamat demaydi-da. Nur deb keladi, ziyo deb keladi. Nuri ziyo. Bu bizga nur degani bilim degani. O'sha bilim olib keluvchi, biz bilim bilan qutqarilamiz deb raqamlar bilan, 13 raqami bilan, 6 raqami bilan, 3 raqami bilan, 7 raqami bilan fol ochishni Tavrotning ichidan topib yo'q ma'nolarni chiqaradi-da, shuni joriy qiladi va bu keyin tanqidga uchraydi yahudiylar tomonidan. Hozirgi kunda ham buni tanqid qiladilar. Tavrotda, Tanohda yo'q narsalarni quloqdan tortib chiqardi. Eng sevimli raqamlari bularning 19. 19. Eslab qolinglar, hozir kelamiz bu mavzuga. Juda ham uzun dars bo'ladi bugun. Mana shu narsalarni joriy qiladi-da, raqamlar bilan, chislo, matematika bilan fol ochishni rivojlanadi. 666 raqami Bafometni raqami. Vov harfi bor bu yerda. Vov. Mana Monster degan nima napitka bor. Bunday tirnalgandek bo'ladi. 666 shu. Vov harflar. Ana shularni arab mushrik ideologiyasidan olib kelib yahudiylikni kabbalizmga kirgizadi. To'g'ridan to'g'ri u yoqqa kirgizmaydi. Kabbala harakati, ya'ni kabbala harakati hayotni mazmuniga yetish, inson o'zi nega yaratiladi, nima yashaydi degan bir falsafiy yo'nalish bo'ladi, diniy falsafiy. Qarang. Bu mana shu narsani nur, ziyo deydi va mana shuni o'rgatgan bizaga Abu Fihamat degan alohida bir deydi, u farishta deb boshda aytadi. Sirazu shayton demaydi u. Farishta deydi. Allohning malaki bu deydi. E'tibor bergan bo'lsangizlar, echkini o'sha Bafomet Abu Fihamatni yasaganda qanotlari ham bor, farishta bu. Va gapida jon bor. Gapida jon bor. Nega? Shayton jin. U eng aqlli jin, bilimi juda ham kuchli bo'lgan. Va mana shu narsalarni joriy qiladi-da, oxiri bular Xudo qolib, kabbalistlar, Alloh qolib, o'sha Yahve deydi ular, Yahve qolib, to'liq shaytonga sig'inishga o'tadi. Uni yashaydilar, chizadilar. Bu shunday darajada bo'ladiki, hatto xristianlik Iso alayhissalom kelgandan keyin ham xristianlarni ham jalb qilib boshladilar bunga. O'sha Gospitalier, Tamplier, masonlarning otalari bor-ku, aynan kabbalizmga kirib shaytonga sig'inadi. Bular o'zini kechki vecherinkalarida Iso alayhissalomning ikonalari bor-ku, chizilgan rasmi. Rossiyada cherkovlarda bor. Soch, ikona, Iso alayhissalomning qayerda rasmi bo'lsa, tupurib hatto yerga tashlab ustiga siyadilar. Shuni marosim qilib oladi. Tamplierlar. Kim o'rgatadi bunga? Kabbalistlar o'rgatadi. Va ularda shunday ilm paydo bo'ladi. Fol ilmida yuksalish darajasi bo'ladi. 33 daraja bo'ladi. 33 daraja. 33-darajagacha bo'lgan hammasi oddiy jinlar bilan gaplashib fol ochadi. Oddiy jin, kichkina ular. 33-daraja pryamoy shayton bilan gaplashadi. Pryamoy, o'sha iblis bor-ku, shu bilan gaplashadigan bu. Bu fol ochishda shunday zo'r bo'lib ketadi. Va fol ochayotgan fol so'raydilar. Nima uchun fol so'raydilar? Qayerdan ko'p pul kelsa, topsak bo'ladi,
kelasi yili qurg'oqchilik bo'ladimi, ya'ni dunyo manfaatlari uchun fol ochib boshlaydi bular. Jinlar bilan aloqaga kirishib, oldindan bilaylik, yomg'irli yil bo'ladimi, bug'doy ekkan yaxshimi, suv ko'p bo'ladimi yoki sholi ekkan yaxshimi? Folga qatnaydi bular. Fol ochib boshlagandan keyin dunyoviy manfaatlar uchun, fol uchun shayton bilan aloqaga kirishadi. Shayton nima deydi? Jinlar nima deydi? Biz ochamiz deydi. Точно sizlarga prognozini beramiz. Faqat bizning shartimiz shu. Chaqaloq, любой bir chaqaloqni olib kelib yeysizlar. O'ldirasizlar, qonini ichasizlar. Meni ko'zim oldimda ritualni bishkor qilasizlar. Bir xillari yo'q deydi. Yomg'ir, qurg'oqchilik bo'lsa bo'lsin, bilmasin, bilmaganim bo'lsin deb ketadi. Lekin moddiy manfaatga qiziqqanlari doy ochtiramiz deydi. Birovni, bir bechorani bolalarini olib kelib fol uchun so'yib yeydilar. Ko'ryapsizmi? Ana shu bu yahudiylikning ichida paydo bo'lgan narsa. Bular qurmoqchi bo'lgan davlat shunday jamiyat. Butun davlatni, jamiyatni xohamlar boshqaradi. Boya kabbalistlar borki, ko'rinmaydi. Mudret deydi ular. Sionskiy mudret. Ular boshqaradi, ko'rinmaydi. Ularning ishini yahudiy bo'lmaganlar bajaradi. Lekin yahudiy bo'lmaganlar o'sha ishlarni bajarish uchun shu ideologiyadan ozgina bo'lsa ham xabardor qilish kerak. Va bular xabardor qiladi. Mana biz deydi, darrov aytmaydi unda ham. Ko'rinuvchan masalalarga bir 25 dan o'tgandan keyin aytadi, biz shaytonga sig'inamiz, unday. Keyin ular ham qatnashib boshlaydi. Shunday bular bir korporatsiya tuzadi. Korporatsiya qanday? Yahudiy xalqam kabbalistlar va o'zini xristian deb asosan xristianlar bo'lgan, hech bir dinga ishonmaydigan ateist bular, mushrik, hatto kofir bular. Bular birlashadida dunyoni qo'lga olamiz deydi. Dunyoni qo'lga olib mutlaqo bizga bo'ysunib yashaydigan sistema quramiz deydi. Sistema qanday sistema? Obrazets qidiradi bular. Va shunday to'xtamga keladi. Rim imperiyasi davridagi quldorlik sistemasini quramiz. Va shikasta bo'ladi. Bular quldorlar va qolgan hamma ozgina ozchilik odam, quldor va qolgan butun aholi qul. Qul. Ana shu sistema eng qulay bo'ladi. Nima uchun? Dunyo manfaatida yurgan odamlar hammasi birovni qul yeyish keladi. Unga xizmat qilishini xohlaydi. Qanday quramiz desa, mana bu tayyor obrazets bor, Rim obrazesi. U ham o'zi shu mushrik kufr ideologiyasidan kelib chiqqan. Va xahamlar bilan nimalar? Xristianlar, yahudiy xahamlar bilan xristianlar global umumiy dogovor qiladi. Butun dunyoda Rim formatini joriy qilamiz. Mushrik, quldorlik ideologiyasiga asoslangan jamiyatchilik, e'tibor bering, jamiyatchilik va davlatchilik. Davlatchiligi butun dunyoda shunday bo'lishi kerak deydi. Ana endi men bu backgroundini tushuntirdim sizlarga. Ideologiya masonstvodan qayerdan kelyapti? Akiba bin Yusufdan boshladim. Rim formatini men sizlarga endi navbati bilan kelyapti. Rim formatini tushuntiraman. Rim tarixini o'qigan rimshunoslar bor bizada, Romashunos deydi ularni. Juda yaxshi biladi. Rim ideologiyasida mushrik ideologiya, ko'p xudolik ideologiya, asosiy ishlar panteonda bajariladi. Panteon degani o'sha ma'budlar turadigan nima? Sig'ing'asi ular. Ko'p ma'bud turadi. Rim davlatchiligida quldorlik tizimi ishlagan. Quldorlar davlatni quldorlar o'zaro birlashib boshqargan. Qullar davlat ishiga qo'yilmagan, aralashtirilmagan. Rimda respublika bo'lgan-ku deb aytishlaringiz mumkin. Tarixda Rimda respublika bo'lgan, undoq. Ha, respublika bo'lgan. Umumiy ish bo'lgan. Lekin u umumiy ish faqat
elitaniki, quldorlarniki bo'lgan. Ular o'zini patritsiyalar deb aytgan. Patro degani ota degani. Men millatni otasiman deydi-ku bular. Men sizlarni quldoringizman degan o'z aslida. Sizlar meni qulimsizlar degan. Patritsiyalar va plebeylar. Plebey degani qora xalq degani. Ko'ryapsizmi? Strogiy tabaqalanish bo'lgan Rimda. Bu juda ma'qul qilgan mana bu hakamlarga shu sistema ma'qul kelgan. Patritsiyalar yuqorida, ular davlat ishini birgalashib respublika bo'lib hal qiladi. Qullar, plebeylar faqat ular qabul qilgan qarorni bajarishga majbur. Ko'ryapsizmi? Respublika deganda ular qullarni davlat upravleniyasiga umuman aralashtirmagan. Ulardan hech narsa so'ramagan. Respublika umumiy ishimiz deganda biz quldorlarning umumiy ishi. Как будем править рабами? Mana endi terminologiyaga kelyapmiz. Respublika degani umumiy ish degani, Cosa Nostra degani ham umumiy ish degani, mafiya. Boyib ketgan nimalarni topib olib, sal mulk orttirganlarni tekshiruv qilib talash. Yana u o'g'rilar bor-ku. Hozir mana Vorovskoy zakonni qiziqadigan yoshlar apshak deydi. Bu umumiy kassaga apshak deydi bular. Rimda apshak davlat xazinasi bo'lgan. Davlatni qonuniy qaroqchilari yo'lda odamlarni talab olib kelib yana shu yerga tashlagan. Tabaqalanishni yana bir ko'rinishini hozir ko'rsatib beraman sizlarga. Agar patritsiyalar o'rtasidagi, quldorlar o'rtasidagi, erkin insonlar o'rtasidagi tortishuvlar mahkamada hal qilingan. Mahkamada sudya, advokat, ayblovchilar bo'lgan hozirgidek. Lekin qullarga mahkamada hal qilma, ular mahkamaga loyiq ko'rilmagan, u plebeyda. Ularni o'sha mahalla raisi, tuman hokimi, viloyat hokimlari o'zlari hech bir advokat isbotsiz hukm chiqarishga haq vakolati bo'lgan. Ana bechoralarda mahkamaga murojaat qilish bo'lmagan. Valiy hal qilgan hammasi. Isa alayhissalomni kim sud qilgan? Sudya qilganmi? Yo'q. Falastindagi Rimning valisi, noibi sud qilgan. Ismi kim bo'lgan? Pontiy Pilat bo'lgan. U rimskiy prokurator bo'lgan. Prokurator degan prokuror emas. Rimning Falastindagi valisi, qo'yg'indisi bo'lgan. Ko'rasizmi? Isa alayhissalomga qul deb qaragan. Tabaqalanishni ko'rasizmi Rimda? Endi bularda hamma narsa cho'tki razgranicheniya bo'lgan va hamma narsani o'zini nomi, o'zini termini bilan aytilgan. Mana shu sistemani bular butun dunyoga joriy qilishga kirishganlar. Men hozir Rim to'g'risida yana bir ikkita narsalarni sizlarga gapirib beraman. Shu terminlar masonlarning birgalashib, yahudiy ko'rinmas masonlar va g'ayri yahudiy ko'rinadigan masonlarning sa'y harakatlari bilan mana shu sistema butun dunyoda bugun joriy qilingan. Rim imperiyasi o'zi yo'q bo'lib ketgan, lekin ideologiyasi yashayapti. Rim o'lgani yo'q o'rtoqlar. 3000, 2000 yildan, 3,5 ming yildan beri bor bu imperiya. Nimaga bor? Sistemasi o'lmagan. Uni nafsiga qul odamlarga eng ma'qul sistema shu Rim imperiyasi. Hozir men sizlarga yana bir nimasini aytib beraman. Rim imperiyasi tarixidan yana tabaqalanish qat'iy bo'lganiga misollar keltiraman. Qarang. U yerda quldorlar, erkin insonlar bo'lgan va qullar bo'lgan. Qullarning mulki ham, bola chaqasi, xotini ham quldorniki bo'lgan. Lekin quldorni o'zini erkinligini, lekin qulda, rabda o'zini erkinligini
puldordan sotib olish huquqi bo'lgan. Qanday qilib? Pul pulni ham qog'oz pul yoki olmagan ular. Mis pul yoki kumush tangalarda olgan yoki slitkalarda olgan. Ana shuni puldorga to'lasa, tegish o'zi normalari bo'lgan, tarozida bo'lgan, taroziga qo'yilgan, yetsa egasi olgan, puldor olgan, tangani oladi, u svobodniy bo'lgan. Ya'ni quldor ruxsat bersa, rozi bo'lsa, ular erkin bo'ladi. Qullar bo'lmasa bo'lmaydi. Sotib olish kerak bo'lgan. Ana shu sotib olish jarayoni shunday bo'lgan. Taroziga bir tomoniga tosh qo'yilgan. U toshning oti unsiya bo'lgan. Unsiya, hozir mana oltinni unsiya bilan, hozirgacha oltinni unsiya bilan o'lchaydi. Qayerdan kelgan bu? Rimnikini qoldirganlar. Endi qarab turing. Buyog'iga misol uchun grammi bo'lgan, nechidir gram unsiya tosh turibdi, ikkinchi tarafiga shuncha kumush yo mis qo'yish kerak bo'lgan. Normalari bo'lgan o'zi. Ana shu tarozining mis qo'yilgan yoki kumush qo'yilgan tarafi og'ir bossa, keyin u o'zini ozodligini sotib olgan odam bo'lgan. Ana shu tarozi borku, qulni ozodlik berish kerakmi yo'qmi? Haqqi bormi ozod bo'lishga quldordan yoki yo'qmi? Ana shu tarozini oti libra bo'lgan. Yaxshilab eslab qolinglar. Libra. Mana shu jarayonni notarius shaklida qayd qilib, tarozini sotib oldi deb ro'yxatga oladigan, qullikdan chiqdi, mana shuncha unsiya mis yo kumush to'ladi degan, shuni ro'yxatga oladigan odamni libera deb aytganlar. Libera degani yozuvchi, yozish so'zidan olgan. Mana qarang, mana shu libra so'zi Italiya milliy valyutasining nomi, mana lira deydi. Mana Turkiyada ham turk lirasi deydi. Ana shu tarozining nomidan kelgan. Nima bo'pti deyishingiz mumkin. Hozir men sizlarga tushuntiraman. Nima bo'pti bo'lganini tushunasizlar. Mana Amerikada mash'ala ushlab turgan ayolni haykali bor. Nima deydi? Ozodlik haykali deydi. O'zbekchasida ozodlik, statuya svobodi deydi o'zlar aytadi. Turklar o'zgurlik anitimi nima deydi? Lekin shuni inglizchasida o'zi amerikaliklar nima deydi? Rasmiy nomi qanday shuni? The Monument of Liberty. Именно liberty so'zi ishlatilgan. Nega freedom ishlatilmagan? Freedom so'zi bor-ku, u ham ozodlik. O'ylab ko'rganmisizlar shuni? U haykalga nisbatan ikki dunyoda freedom deb o'zgartirmaydilar nomini. Bilib qo'yinglar. Nima uchun? Liberty degani o'zini ozodligini taroziga kumush mis qo'yib, libra tarozisiga qo'yib, o'zini ozodligini sotib olgan, quldordan sotib olgan odam degani. Quldordan sotib olish evaziga kelgan ozodlik degani. Libra degani qadimgi Rimda vaqtinchalik beriladigan отпускаga aytilgan, maryaklarga berilgan, dengiz askarlari bor-ku. Увольнительный 3 kunga, 4 kunga. Ana shu libra bo'lgan. Ya'ni kema komandiri, admiral, marshal ruxsat bersa 3 kunga, 4 kunga borib kelgan. U ruxsat bermasa yo'q. Yoki 5 kunga ketgan bo'lsa 3 kundan keyin ham chaqirib olavergan. Ya'ni liberty birinchidan qulning o'zini ozodligini quldordan sotib olish birinchisi. Ikkinchisi vaqtinchalik. Quldor yana xohlab qolsa yana qul bo'lish kerak. Freedom-chi. Liberty bor, freedom bor. Freedom bu patritsiyalar bor-ku boya, quldorlar, shularning ozodligi.
ozod qilgan libera dedi, o'ziga free deydi. Frei deydi nemischasi. Tabaqalanishni ko'rasizmi? O'zi bitta ozodlik, lekin har xil odamga bo'lgani uchun ikki xil. Mana liberal demokratik partiya degani bu-ku. Liberal degani svobodniy deb tarjima qilmaydi. Именно liberal. Liberal degani o'zini ozodligini sotib olgan qullarning erki degan, partiyasi degan. Ma'nosi shu uni. Bilmaydi ko'pchilik. Liberal demokratik deydi. O'z ozodligini quldordan pulga sotib olganlarning partiyasi. Endi qarang. Bular aytadi, nega deydi, sen freedomsan, men libertyman desa aytadi. Bizning ozodligimizda deydi. Agar Xudoga ishonadigan bo'lsa, Xudo bergan deydi yoki anu ma'bud bergan, mana bu ma'bud bergan bizga deydi. Siznikini bize beramiz. Qarang, piramidalniy отношения. Ko'rasizmi? Buni ozodligini tug'ilgandan Alloh beribdimish, qulni ozodligini endi bu berish kerak ekan. Biz ikkimiz ham bir xil insonmiz-ku desa, qanaqasiga deydi bir xil deydi. Alloh senga rahmi kelganda, senga bizanikiga o'xshagan freedom, ozodlik berganda sen qul bo'larmiding menga deydi. Mana shunday qarash bizada O'zbekistonda bor, ayniqsa Xorazmda bor. Bir bechora kambag'allarga yordam berish kerak desang, Alloh unga rahm qilmagan, yordam bermagan, men yordam bersam gunoh bo'ladi. Nagla aytadi shunday. Xorazmni boy yomon jistoki boy bo'ladi. Hech kimga achinmaydigan, qattiq, qalbi ham qattiq odamlar bo'ladi ko'pchilik. Alloh yordam bermasa men hech yordam berishim kerak. Ana shu ideologiya Rimdan kelgan. Rim ideologiyasi. Ko'ryapsizmi? The Monument of Liberty, freedom emas. Endi qarang. Nomlanishga qarang. Nomlanishga qarang. Bular patritsiyalar, virlar, queerlar, kandidalar, senatorlar, o'zini har xil nom bilan svobodniy bular. Davlat ishiga aralashgan, boshqa qilgan. Narigilarning oti nima bo'lgan? Civis bo'lgan. Citizen bo'lgan. Ha, ular qul. Ko'ryapsizmi? Qullarga qo'liga pasport berilgan. Portga chiqishi mumkinmi? Portdan o'tishi mumkinmi? Yo'qmi? Ya'ni quldorning ruxsati bilan chiqish. Ya'ni pasportni oldimi? Men o'z ixtiyorim bilan qul bo'ldim degan. Ha, Rimda qonun shunday bo'lgan. Qullar o'z ixtiyori bilan qul bo'lishi kerak. Hech kim majbur qilishga haqqi bo'lmagan. Lekin majbur qilishni yo'li bo'lgan. Hech kim erkin inson bo'lsa, hech kim quldorlardan hech kim ishga olmagan, ish bermagan. Menga qul bo'lsangina ishga o'tasan deydi. Ish beraman deydi. Va ular yozganlar. Men palonchi quldorga, boyga umrimning oxirigacha budu служить телом и душой deb qog'oz yozgandan keyin ularga hujjat berganlar. O'sha hujjat pasport bo'lgan. Mana pasport sistemasi qayerdan kelyapti? Pyotr I masonlikka kirgandan keyin 1700-yilda birinchi qabul qilgan qarorlardan birisi shunday bo'lgan. Agar ruslar xristian dinini qabul qilmoqchi bo'lsalar, sharti shu. Meni nomimga, imperator Pyotrning nomiga umrimni oxirigacha faqat Pyotrga qul bo'laman. Xalop deb yozgan o'zi ham. Xalop. Xalop bo'laman. Budu служить, xuddi Rimdagidek. Telom и душой deb yozishga majbur bo'lgan. 1700-yilda chiqqan qaror. Nima uchun shuni chiqargan? Xristianlikdan qaytarish, bezdirish uchun. Qul bo'lmaslik uchun xristianlikka kirmaydi-da. Uni keyin qizi Yelizaveta Petrovna 1747-yilda undan ham dahshat qaror qabul qilgan. U ham Rimning odami-da. Yozyaptiki,
kimki Rossiya fuqarosi bo'lmoqchi bo'lsa, bizani poddinli bo'lmoqchi bo'lsa, yo territoriyasi xonlik bilan bizga qo'shilmoqchi bo'lsa, imperator nomiga halok bo'lamiz, telom и dushoy shunga qul bo'lamiz deb yozib berish kerak degan. Va shu qonun bo'lib kiritilgan. Va 18-asrning oxirlarida 3ta Qozoq xonligi Rossiyaga bizni qo'shib ol, biz Qo'qon xonligi maberimizga keldi bizani. Jungarlar bizani maberimizga keldi hujum qilib deb iltimosnoma yozganda 3ta Qozoq xoniga delegatsiya borgan, Saratovda bo'lgan dogovor, kстати. Saratovda shartnoma tuzilgan. O'sha yerga 3ta Qozoq yuzi bor-ku, Ulujuz, Kichijuz, O'rtajuzlar xonlari aynan shu raspiskani yozib berganlar. Biz Qozoq xalqi 3ta juzi телом и душой будем служить императору России. Будем ее холопами deb yozib bergan. Холоп. Ko'ryapsizmi? Odamlar o'z ixtiyori bilan o'risga qul bo'lamiz. Allohning qulligi kerakmaydi. Qo'qon xonligida bizga qul bo'ldi nega? Allohga qul bo'ldi degan. Yo'q, bizga u kerakmaydi. Bizga nalog oldiryapti, jonga tegdi bu o'zbeklar. Borib o'risga xaloq bo'lamiz degan. Va ularni keyin qo'shib olgan. Boshda bir 30-40 yil olmay yurganlar. Keyin Yelizaveta emas, Anna Pavlovna, Pavel birinchining qiziga aytganlar. Yerini kattaligi biza xonliklargacha chegara bo'lamiz. Keyin qul soni ko'payadi degan, xaloq degan. Kallasi ishlab ketganda darrov Saratovga chaqirib qo'l qo'ydirib olgan. Ko'ryapsizmi? O'ris bizni qurol bilan kelib bosib oldi. Biz jang qildi biznikilar. Oz bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham, chala bo'lsa ham. Lekin bizning tepamizdagi qo'shnimiz o'zi borib, xalq qul bo'laman senga, Allohning qulligi kerak emas menga. Yo, Anna Pavlovnaga qul bo'lamiz deb yozib bergan. Va shundan keyin ularni Rossiya imperiyasining territoriyasi avtomatik ravishda bu yoqqacha kelib qolgan. Nima uchun shunday bo'lgan? Chunki Rim imperiyasi qoidasi bo'yicha ishlagan Rossiya, Vatikanning proyekti-ku. Butun qoidalari shunday. Endi qarang. Rim imperiyasida boyliklar 3 turga bo'lingan. Yer ustidagi bu suv, havo, yer, o'simlik, daraxt, meva-cheva hammasi va yerning tagidagi bu nimalar? Oltin, kumush, qazilma boyliklar. Va 3-chi boylik bo'lgan. Bu qarang, 3-chi boylikni ular yerning ustida ham bo'ladi, yerning tagida ham degan. Qanday boylik? Inson. Qul tirik payti yerning ustida yuradi, o'lgandan keyin qayerga kiradi? Yerning tagiga. Agar quldorga uning skeleti kerak bo'lib qolgan bo'lsa, skeleti ham quldorniki bo'lgan. Ya'ni bular insonni tirik inventar, o'zini tirik nima deydi? O'zini balansida turgan bir mulk deb bergan. Живой inventar deb bergan. Shuning uchun mana Rim imperiyasi sistemasida ishlaydigan demokrat, liberallar nima deydi? Mana Margaret Thatcherning bir gapi bor. Juda ko'p maqtaydilar. Uni Shuhrat Bobojonga o'xshagan g'arb savdolilari bor. G'arbni sevadi, juda maqtaydi. O'zbekni yerga uradi, yalangoyoq biomassa deydi. Vaholanki shu biomassa bo'lsa ham, yalangoyoq bo'lsa ham, shu o'zbek chaqaloq yemaydi. Uni maqtaydigan amerikalik yahudiylarga, boshqalarga, xristianlarga o'xshab. Ana hammasi pedofil, bolaxo'r yotibdi. Ular Margaret Thatcherning bir gapini keltiradi. Margaret Thatcherning bir gapi bor. Britaniya davlatining eng katta boyligi bu uning xalqidir. Endi
G'arb liberalizm, demokratiya sevdolilari bor, jillilari, oshiqlari. Shuhratga o'xshaganlar nima deydi? Shuhrat cho'qqi kaltaga o'xshaganlar aytadi, "Mana buni qara" deydi. "Qanday ajoyib gap bu" deydi. "Bizni prezidentlar shunday deb aytdilar axir" deydi. "Qora asosiy boylik oltin emas, boshqa xalq deb o'tiribdi bu" deydi. Jilli bo'ladi-da, bu o'zi hushini yo'qotib qo'yadi bu gapni eshitib. Aslida Margaret Tetcherning shu gapi nima degani bilasizmi? Bizni asosiy boyligimiz yerni ustidagi tosh-posh, yo'l, meva-cheva yoki yerning tagida oltin emas. Bizni asosiy boyligimiz qullarimizdir. Ya'ni plebeylar. Bu patritsiya bu. Nega shunday deydi bular bilasizmi? Chunki o'sha qullar bo'lmasa, o'sha yerning tagidagi oltinni qazib chiqara olmaydi. Ha, mulk deb qaraydilar o'ziga. Va qarang, ularning konstitutsiyalari bo'lgan, bilasizlar, Rimning o'zining konstitutsiyasi bo'lgan. Ularning konstitutsiyasida mana shu iyerarxiya, tabaqalanish qat'iy ko'rsatilgan. Qanday farqlangan? Rim mushrik quldorlik ideologiyasiga asoslangan, ideologiyasi bo'yicha qabul qilingan davlat konstitutsiyasi va qonunlarida patritsiyalar, quirlar, kandidalar, senatorlar, sudyalar, bularning hammasi inson degan termin bilan aytilgan, nomlangan. Inson. Plebeylarchi, qullarchi, ular bu quldorlar shunday inson deb aytilgan. Bularga nima deyilgan? Ular boshqa termin bilan aytilgan. Ular sivil, grajdanin deyilgan. Citizen deyilgan. Hozirgi bizdagi vatandosh, fuqaro deyilgan. Konstitutsiyasini o'qisangiz, inson huquqlari keladi, keyin fuqaroning huquqlari keladi. Boyagi inson huquqlari bu freedom, ularga Xudo tomonidan berilgan. Qulning huquqi bu liberty, u sotib olish kerak. Ikki xil keladi. Mana shu quldorlik tizimiga asoslangan, ideologiya asosida yozilgan konstitutsiyalar tizimi bugungi kunda butun dunyoga joriy qilingan. Butun dunyoda barcha deyarli barcha mamlakatlar konstitutsiyalarida shunday tabaqalanish bor. U yerda azaldan Xudo ozodlik berdi degan quldorlar inson deb aytilyapti, bugun ham Rimdagidek. Qullar fuqaro deb aytilyapti, vatandosh deydi. Ana shunday tabaqalanish, insonlarni quldorga va qulga ajratish O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida ham bor. Eskisida ham bor edi. Yaqinda Mirziyoyev 23-yilda maqtab bir sir o'zgartirishlar qabul qilgan yangi konstitutsiyada ham shu Rim uslubida yozilgan tabaqalanish bor. Hozir men sizlarga isbotlab beraman. Rim imperiyasi hozir ham O'zbekistonda ham yashayotganini ko'rsatib beraman. Mana qarang. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 2-bo'limi nima deb yoziladi? Nima deb aytiladi? Qarang. O'zbekiston Respublikasi 23-yilda qabul qilingan, O'zbekiston Respublikasining 23-yilda qabul qilingan konstitutsiyasi 2-bo'limi. Nomga qarang. Inson qarang va fuqaroning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari. Inson va fuqaroning deyapti. Mana men sizlarga hozir ko'rsataman. O'zbekiston konstitutsiyasida ba'zi ko'rinadilar. Ko'ryaptimi? 2-bo'lim inson va fuqaroning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari. 5-bob boshlanyapti, umumiy va qoidalar. Ana endi keyingi moddalardan birini o'qib beraman sizlarga. Mana qarang. 19-moddani oxirida nima deyapti? Inson huquq va erkinliklari har kimga tug'ilganidan boshlab
tegishli bo'ladi deyapti, qarang. 19-moddani birinchi abzatsini oxirida. Mana hozir man sizlarga ko'rsataman. Inson huquq va erkinliklari har kimga tug'ilganidan boshlab tegishli bo'ladi. Ko'ryaptimi? Ha. Bu nima degani bilasiz? Biz quldorlarning huquqlarimiz Xudo tomonidan tug'ilganimizdan berilyapti deydi. Shuni boshqacha qilib aytyapti. Endi qarang, buni farqiga bormaydigan odam keyingi moddani o'qib to'xtab tormoz bo'ladi. Nima deydi? Ikkinchisini qarang, yo'q, o'sha 19-moddani ikkinchi abzatsi qarang. O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar insonlar demayapti. Bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi va millati, dini, e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeisidan qat'iy nazar qonun oldida tengdirlar. Ular o'zaro tengdir. Biz insonmiz, ular fuqaro. Biz patritsiyalar, ular plebeylar deyapti. Mana bir termin ishlatsa bo'lmaydimi? Hamma yerda inson deb. Yo'q. Rimdan standart kelgan. Konstitutsiyangni mana shunaqa yozasan. O'zingni inson deb aytasan, seni erkinliging Xudo tomonidan tug'ilganingdan berilgan, anavi cho't fuqarolarga, faqirlarga erkinlikni sen berasan. Qaysi idora beradi? DXX beradi deydi. DXXni qulf qo'yibdilar, mana qarang. Barcha fuqarolar bir qarang, ikkinchisida o'zi srazu ketidan fuqaro deyapti. Ko'rdingizmi? Tepada inson, pastda fuqaro. Rim o'lgani yo'q o'rtoqlar. Rim mushrik, quldorlik ideologiyasi konstitutsiyalari Maltadan o'rnak qilib yozilgan, shunday qilib yozasan. Nega Qur'onda kofirni ham, musulmonni ham, munofiqni ham, payg'ambarni ham, payg'ambar bo'lmaganni ham Alloh taolo bitta nom bilan inson deb aytadi? Chunki Alloh hammaga teng. Bular muttaham bular. Bular mana shunaqa konstitutsiya yoziladi. İnson bilan fuqaro ajratib qo'yildi. Mana Rim ideologiyasi asosida quldorlik bizda joriy qilingan. Endi qarang. Simvolikalarga o'tsangiz dahshatda, misol hozir siz shunday hukumat idoralariga borsangiz, bularni Rim ideologiyasini nimalarini ko'rasiz. Simvollarini ko'rasiz. Misol uchun valiylarni, qullarni jazolaydigan sudyalarning yonida nimalar yurgan? Maxsus odamlar, jallodlar yurgan. Ular jallodlarda nima bo'lgan? Puchoq. Chubuq bor-ku, chubuq, daraxtdan sug'urib olingan chubuq. Chubuq o'rami bo'lgan. Mana supurgini hammasini tayoqlarini, chubuqlarini o'rab-o'rab supurgi qilasiz-ku. Xuddi shunday ipga o'ralgan chubuqlar bo'lgan. U nima uchun kerak bo'lgan? O'sha vali mana buni savala desa, savalash jazosi chiqarsa, u savalash kerak. Savalash kerak. Qatl qil desa, yon o'shaning ichida bolta ham chiqib turgan. Hozir men sizga ko'rsataman shuni. Mana. Ko'rasizmi? Chubuqlar o'ralgan. Bolta turibdi. Endi siz chiqingda prezident apparati, senat atrofiga borib qaranglar. Kolonnalar bor-ku, chubuq shaklida. Yumaloq, tep-tekis emas. Reshotkalarga mana shunaqa chubuq shaklida qilingan, o'ralgan. Boltani ham rasmlarini ko'rasiz. Bu Moskvada juda ko'p bunaqa. Yevropada juda ham ko'p. Ko'rdingizmi? Simvolikalar ham shunaqa. Bugungacha yashayapti bu sistema. Endi qarang. Odamga shunday bular bir past nazardagi qaraydiki, mana qarang. Bularni terminologiyasiga qarang. Lotinchada qulga alohida nom, o'ziga alohida nom berilgan. Qarang.
Bizada maktab hamma nima deydi? Mana ingliz tilini biladigan, ozgina tam Yevropa bilimlarini Rus maktabida o'qiganlar Homo sapiens deydi. Men dedi, ya человек Homo sapiens dedi. Ano dedi Homo primitivus dedi. Yoki Homo dedi Neandertalis dedi. Yovvoyi odam dedi. Men dedi Homo sapiensman deb maqtaydi. Rimda shunaqa kelganda, lekin Homo sapiens degani men ongli odamman degan. Menda ong bor deya deb o'ylaydi. Chunki shunday taqdim qilinganda bu. Hamid Sodiq ham ko'p ishlatadi buni. Homo sapiens deb bular kalima mana shunaqa lotincha, inglizcha ishlatishni yaxshi ko'radi-ku bular. O'shalarni mezonini olib o'ylanmaydi ham bular. Homo sapiens degani aslida aqlli odam degani emas. Homo degani lotin tilida etimologiyasiga kirsangiz, homo degani o'g'it degani. O'g'it, qarang. O'g'itni inglizchasi nima u? Humus. Humus. O'g'it degani. Sapiens degani o'stiruvchi degani. Ya'ni o'g'it nima qiladi? O'zi o'g'it bo'lib yerga kiradida, boshqa bir o'simlikni o'stiradi. Boshqani o'sishiga xizmat qiladi. Homo sapiens degani tezak, boshqani o'stiruvchi tezak degani. Humus degani. Mana fermerlardan so'ranglar, o'g'it tabiiy o'g'it boshqa bo'lsin, lotincha nomida humus deb yoziladi. O'sha tezak degani. Tezak o'zi chirib ketadi, yo'q bo'lib ketadi-da, boshqani o'stiradi. Pul ham shunday, umrini birov uchun ishlaydi. 8 soat emas, 14 soat, 24 soat ishlaydi. Lekin boshqa uni mehnatidan foydalanadi. U o'lib ketadi, yo'q bo'lib. Chunki u o'g'it u. Boshqani o'stiradigan o'g'it degani Homo sapiens degani. Jinni siyosatshunoslar. Sal o'ylaninglar, o'zbekni xalqini oldiga chiqib, Yevropa adabiyotini maqtab o'tirgan paytingiz. Qul bilan quldorning o'rtasidagi farq nima desang, hozir hamma aytadi. Anu erkin, bu erkin emas. Iqtisodiy nuqtai nazardan olinganda, mana ekonomik prizmadan ko'rib, iqtisodiy prizmadan, oynadan ko'rib ko'ringlar-da. Iqtisodiy rakursdan ko'ringlar-da. Pul bu o'zining mehnatining natijasidan juda olsa ham oz oladigan odamga qul deyiladi. Quldor esa boshqaning mehnatining natijasini to'liq yo qisman aksariyatini o'ziga oladigan odam. Erkin odam, mana quldorlar erkin deydi. Ular o'z mehnatining natijasidan o'zi foydalanadi. Mana shu ekonomik razницasi qulni. Endi qarang. Hozir O'zbekistonga qarang. 8 soatmi, 10 soat ishlaydi, boshqa qiladi, boshqa. Mehnatining natijasini asosan boshqalar ko'radi. U uyiga yetkazib ham bermaydi. Bu o'sha Rim davridagi quldorlik. Faqat kishan yo'q. Kishan qayerda? Kishan mana bunaqa qonunlarda keladi. Kishan. Mana bu qonunlarda kelyapti kishan. Ko'rinmas kishan deyiladi bu. Mana inson va fuqaroning huquqlarida. Quldor bilan qulning huquqlari deyapti. Mana shu puchokka, mana bu puchokka, mana odamlarni fastio deyilgan. Fastio. Chubuq kultasi deydi. Xorazmchada kulta deydi. Bir kulta o't o'rib kelsana deydi. Biz o'raradi kichkina otib. Chubuq nima deydi? Bog'lami deydi. Bog'lam, ha mana o'zbekchasi. Fastio deydi. Fastio. Fashizm so'zi mana shundan olingan. Yo kaltaklaymiz, yo umuman kallasini olamiz degani fashizm degan. Qullarni, bizga bo'ysunmagan qullar. Mana security deydi. Xavfsizlik xizmati deb yozinglar-da, inglizchaga periodchiklarga yozinglar-da, Google'ga ham, ChatGPT'ga ham. Xavfsizlik xizmati deb yozsang, security service deb yozadi. Security degani xavfsizlik emas o'zi. Ingliz tilida u xavfsizlik ma'nosida ishlatiladi. Bizda lotinchasi securis. Securis, sech. Kallani olish degani.
Xavfsizlik xizmati degani seni xavfsizlikni o'ylamaydi. U seni kallangni olish uchun chiqarilgan idora u aslida. Security. Hammasi lotinchadir. Rimdan kelgan. Qarang, Rim nimalari. Endi qarang. Mana shu narsa bugungi kunda ham yashayapti. Mana Rimda yana bir odat bo'lgan. Puldorlar va davlat arboblari, sezarlar o'zlarini rasmlarini, haykallarini har bir ko'chaga, har bir quldor o'zining qullarini uyiga rasmini chizdirtirib, uyiga ostirtirib qo'yishga majbur qilgan. Nima uchun? Bu yerda juda katta ma'no bor. Qul har kuni o'zi quldorini rasmini uyiga kirganda ham, ko'chada ishlaganda ham quldorini живойini ko'radi. Uxlagani kelganda uyida uni fotografiyasini ko'radi. Bu nima uchun qilingan? Qulligini, ana shu odamning xo'jayinligini, Rabbi ekanligini ong osti darajasida his qilish uchun shunday qilingan. Hamma joyga fotografiyasi qo'yiladi. Yoki Sezarni, ana shu bizning eng katta quldorimiz deb o'ylashlar uchun hamma yerga uni fotografiyalari ko'chalarga osilgan. Ana endi siz bugun qarangda, Rossiyaga boringda, kimning suratlari hamma yerga osilgan. Davlat idoralarida ham, ko'chalarda ham. Putin. Nima uchun? Qullar, plebeylar, patritsiy, eng katta patritsiyni ong osti darajasida bizni xo'jayin deb o'ylashlari uchun podsoznательный darajada qabul qilish kerak-da buni. Endi siz O'zbekistonning davlat idoralariga kiring. Avval hamma yerda Karimov suratlari edi. Keyin buradan Karimov olindi, Mirziyoyev kelgandan keyin Mirziyoyevniki osildi. Nega bu qilindi bilasizlar? Birinchi patritsiy o'ldi, ikkinchi patritsiy keldi. Qullar ikkinchiga o'rganish kerak edi. U ketdi u. Mana bundan qo'rqib yashash kerak. Hamma yerda shuning uchun rasm. Hozir rasmni osmasa jinoiy ish ochadi ekan ustidan. Kabinetingda Mirziyoyevning rasmi yo'q. Karimov ham shunday. Nima uchun? Rimdan kelyapti bu qoida. Surat osilib turadi hamma kabinet. Ong osti darajasigacha qul bo'lgan. O'shani meni quldorim deb qarang. Patritsiy bu meni. Otam bu meni. Dodamni qaytarib ber degan qiz bor, u bekorga emas. Hamma yerda uni suratlarini televizorda hamma yerda ko'ravergandan keyin ong osti darajasida meni otam bu deb o'ylab qoldim. Rim ideologiyasi, Rim texnologiyasi bu. Ko'ryapsizmi? Hozirgacha ishlayapti. Yana bir ikkita misol qasdlanish bo'yicha olib kelaman, qarang. Nimani aytdim? Mana qarang, referendum deydi. Yaqinda referendum o'tkazildi. Prezidentlik srokini 7 yil qilamiz, 5 yil qilamiz, yangi konstitutsiya bo'yicha. Referendum degani nima degani bilasizmi? Rim qadimiy lotin tilida, Rim imperiyasida. Bu so'z avval plebissit bo'lgan. Plebissit, ya'ni boya aytdim-ku, qullar degan, plebey. Plebeylarning sayt degan sit. Mana ingliz tilida secret deb yoziladi, sayt deb aytiladigan so'z bor. Qarash degani, видение degan. Plebeyning qarashi, qulning qarashi degan. O'sha so'zni keyin referendum dedi. So'zni sinonimi. Referendum o'tkazdik degani bu-ku, o'zi aslida quldan oldidan bir o'tdik, qarashini bildik. Qulni oldidan o'tdik deydi. Ya'ni uzakonit qilib olish. Hech qanaqa qulning roli yo'q bu yerda. Qarang, oldida hamma referendumni qanaqa so'z ishlatiladi? Umumxalq degan so'z ishlatiladi. Hamma qullardan so'rab chiqdi degani shu. Hamma qullar so'raladi degani. Rim ideologiyasi o'rtoqlar. Endi qarang. Bular hamma narsaning eng katta boyligi bularning qullar. Qullar bo'lmasa bular hech narsa qila olmaydi. Shuning uchun bular qullarga pasport sistema joriy qilgan. Siz hozir bir davlatdan chiqib boshqasiga men fuqarolikdan voz kechaman desangiz, sizga mana shu O'zbekistonga borib, men fuqaroligidan voz kechaman O'zbekiston desangiz, sizga savol beradi. Qaysi davlatnikini qabul qilmoqchisan deydi. Hech qaysini desangiz sizni chiqarmaydi. Konkretni davlatingni aytasan qayerga borayotganingni. Nima uchun shunday qilingan bilasizlar? Masonlarda, mana shu dunyo tartibotida hamma davlat mana shu Rim ideologiyasi bo'yicha qurilgan katta quldorlar bor. Bular o'sha xohamlar, protsentchiklar, boylar. Shularni sho'ba korxonalari,
filial. O'zbekiston katta quldorlik olamining bir shubasi, korporatsiyani. Bu katta korporatsiya. Sizlar mana hozir aytyapsizlar, o konspirologiya deb menga tashlanishga shoshilmanglar. Rossiya Federatsiyasi Angliyada ro'yxatdan o'tgan xususiy shirkat maqomidagi bir davlat. Xo'jayini italiyalik bir odam. Shuni nomiga ochilgan. Butun налоги shu yerga ketadi. O'zbekistonni xususiy shirkat, O'zbekiston Respublikasi, ya'ni umumiy ishi, uni Ko'za Nostrasi ham bo'ladi deganida, Angliyadan ro'yxatdan o'tilgan. London City borku, hech kim kirolmaydi. Hatto qirolicha kirolmaydi. Qarang, Angliyaning qirolichasi o'zi shu mamlakatni rahbari, poytaxtdagi bir City degan hech kim kirolmaydigan, shu yerga kirolmaydi, ruxsat so'rab kirish kerak. Kimlardan? Boylardan. Italiyadan kelgan, Isroildan kelgan boylar bor. Ana shu yerda O'zbekiston ham ro'yxatdan o'tgan. Частный firma bu. Налогini ularga to'laydi. O'zbekiston Respublikasi degan xususiy shirkat London City'da bir yahudiyning nomiga ochildi. Ha? Sizlar o'ylamanglar u nimadir. Konstitutsiyada ham shunday yozilgan. Strukturli tabaqalanish hammasi hozirgacha ishlayapti. Nima uchun aynan Londonda deb so'rasangizlar aytaman. Bu mushrik, bolaxo'r, pedofil, ifloslar borku, dunyo hukmronligini qo'lga olgan global hukumatni 3 ta markazi bor. Vatikan bu g'oya markazi, ideya davlati. Butun dinga qarshi kurashish, mana shu konstitutsiyalarni qanday yozish, o'rnak mana Maltada spesialniy konstitutsiya qonun yozadigan ostrov. Shular bular. Bu ideologik stolitsasi, markazi. London moliyaviy, pul daromadlar. O'zbekistonni topgan puli Londonga ketadi. Chunki o'sha yerga to'layman deb bir yahudiyning nomiga ochilgan firma bu O'zbekiston. Shuning uchun endi Amerika Washington markazi bu ularning harbiy markazi. 3 ta joyga joylashtirgan bular. Italiya, Britaniya, Amerika. 3 ta oyog'i bor. Ideologiya, butun ideya Vatikandan keladi. Endi qarang. Bular mana odamlarning o'zini shaxsiy mulki deydi-da, pasportdan chiqaman desang, qayerga borasan deydi. Bu Italiya tomonidan qabul qilingan mana shu Vatikanning qonunlari bo'yicha shunday. Qul deydi. O'zi bilan o'zi sendan quldordan qutulib, o'rmonda yashashi mumkin emas deydi. Boshqa bir shirkatga borib uchotga turish kerak, pasportini olish kerak. Sen men hozir bir xorazmlik bir odamni videosi chiqdi. Men faktor fikrda ham qo'yganman, aytgan uyga налог to'la deb kelganlar. Ha, налог to'la deb emas, pasportni almashtirdim. Sovet pasportida estirdim. O'zbek pasportiga almashtirmayman dedi. Videoga olganlar, men O'zbekiston Respublikasidan davlatdan tanamayman, yashil pasportini ham bir tiyinga olmayman, men esir fuqarosiman dedi. Men SSSRni tan olaman dedi. Xorazmda u. O'zicha aqlli u. Aslida o'sha odam nima deyapti bilasan? Men sizlarni o'zimni quldorim deb tan olmayman. Men Rossiyani o'zimni quldorim deb bilaman. Putinni quldorim deb bilaman. Men bu shirkatga qul bo'lishni xohlamayman, uch yerda turishni. Men Rossiyaning shirkatini quliman deyapti-da. Tushunmayapti lekin o'zini. Chunki mana bu narsalarni bilmaydi, savodsizku. Siyosatshunosi bilmasa, u odam Rossiyada ishlab kelgan odam qayerdan biladi? Siyosatshunosi ham bilmaydi mana shu gapni. Mana shunday. Bularda hammasi strogi. Hamma davlatda shunday qonun. Rossiyaning qonunlarini ko'ring-da. Prava человека и гражданина deb keladi. Ularda ham shunday. Qozog'istonnikiga kelib o'qing. Odamlar, azamatlar deb keladi. Nimaga hammasida bir xil terminologiya ajratilgan? Maltadan konstitutsiyangni shunaqa yozasan, qonunlaringda qullar bilan quldorlarni, erkin odam bilan qullarni ajratib yozasan deydi. Bitta bilan nomlamaysan deydi.
Bular ko'ryapsizmi biz qanaqa qulga aylantirganmiz. Kishanlarimiz hozir yo'q. Ko'rinmaydi. Lekin mana kishan, mana. Mana shu kishan shu. Ko'rinmas kishan deyiladi. Men bekorga ko'rsatuv qilmaganman. Hozirgi kishanlar qonunlardadir deb yuz ko'rsatildi. Mana isbot. Inson va fuqaroning deb qo'y. Siz borib provokatsiya qilsangiz, sen fuqarosan deydi. Majburiyating bor degan. Senchi desa, men ham fuqaroman deydi. Quldorlarga xizmat qiladigan qullar bu davlat odamlaridir. Davlat degani bularning kallasida korporatsiya, частное предприятие. Uni personali qul. Davlat idorasida ishlab, mana DXda ishlab, odam qiynab, odam o'ldirib, mana shu haqiqatlarni aytganlarni qilmaydiganlar bor. Rimda o'tirgan asosiy quldorlarga ishlayotgan qul bular. Просто privilegirованный qul. Bularni e'tibor bering, mana bir militsiya, bir prokuror, bir DXshnik jinoyat qilsa sud qilinmaydi. Avvalo o'zini idorasi tekshirish kerak. Внутренняя inspeksiya, собственная безопасность. Tekshiruv o'tkazib, ular sudga o'tkazsa keyin o'tkaziladi. Nega oddiy odamniki darrov borib sud qilinadi, tergov qilinadi? Ha, Rim shuni buyuryapti. Bizaga asosiy xizmat qilayotganlar DXchilar, militsiyalar, prokurorlar. Ularni sud qilishdan oldin bir o'zidan ruxsat ol deydi. O'zini o'sha yerdagi rahbarlar. Ular ruxsat bersa keyin sud qiladi. Sud qilganda ham ularning sudi отдельный bo'ladi. Военный prokuraturada bo'ladi bular. Oddiy fuqaroning sudi yo'q u yerda. Islomda unaqa emas. Islomda hammaga bir xil sud. Военный prokuratura, гражданский prokuratura, военный sud, гражданский sud degan narsa yo'q. Chunki Qur'onda shunday hammaga teng kelgan qonun.